devona, fohisha, qotil tug'ilsin. Ahdingni buzgunu payg'ambar yo'lla, axir tarix guvoh, o'zing guvohsan. Tuyg'ular qarg'ishi urgan zohirni, o'liklar hukmdor yer kurrasida, zamin ko'tarolmas tirik shoirni. 3-chi kitobim Qo'rqinchli odam va nihoyat nashrdan chiqdi. Bundan unchalik xursand emasman. Endi bemalol menga bandalik izhor qilishlaring mumkin. Ha, adashmayapsizlar, bandalik. Kitob chiqargan juda ko'p ijodkorlar bola ko'rganday xursand bo'lsa, men bolasi nobud bo'lgan odamday tushkunlikka tushib qolaman. Buni sababini bilmayman nimaga. Qisqasi kitob narxi 250 ming so'm. O'zbekcha aytganda 2 kilo go'sht puli. Umuman kitob qiziqib sotib olmoqchi bo'lganlar uchun men link qoldiraman, bemalol kirib sotib olasizlar. O'zbekistondagi birorta kitob do'koniga Qo'rqinchli odam savdoga chiqmaydi. Uni faqat kaminadan topasizlar. Boshqa hech qayerda bo'lmaydi. Umuman bo'lishini ham xohlamayman. O'zi kimga kerak she'r, kimga kerak kitob bugun? Bundan ko'ra 2 kilo go'sht sotib olib, mazza qilib qovurib, ustiga piyozlarni to'g'rab yeganga nima yetsin?